Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana bu apparatlarimiz xudo xolasa Tojikistonga qarab yo'l olyapti. Tojikiston Xo'jand shahriga. Bu apparatlarimizda nima chiqarish mumkin degan savol. Shapelniklar, rotning, shpakilovka, nalimni pol hammasini chiqarish mumkin. Apparatlarimizning sig'imi 1,5 tonnalik, 1 tonna 300. Shapelniklar, 1 tonna rotning, 1 tonna shpakilovka, 800 kg nalimni nima? Finishni 01 mahsulot tayyorlash imkoniyatiga ega. Apparatimizni fasovka qoplaydigan joylari mana shu joydan qoplanadi. Bu o'rnatilgandan keyin joyda mana shu yerni basseyncha kovlanadi. Apparatlarimizga obязательно kompressor kerak bo'ladi. Kompressorning egalari o'zlarining xohishiga qarab qo'yib olishlari mumkin. Kompressorgacha ulanadigan joyigacha bo'lgan shlang bilan klapin hamma narsalar qo'yilgan bo'ladi. Apparatlarimizning narxi $2000 dan kompressorsiz, elaksiz, shineksiz holatda ikkovi $4000 Tojikistonga qarab yo'l olyapti. Kimga shunaqangi uskunalar qiziq bo'lsa, ekran tagida raqam qoldiramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Qo'ldan kelgancha tayyorlab yetkazib beramiz. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.